Hop, biza demak mana shu sonlarni demak avtomatik o'zi hisoblab bera oladigan darajaga keltirib olishimiz mumkin. Aynan shu Wordni o'zida demak agarda biza buni hisoblab turib, mana hammasini mana masalan bu summalarni yozib, вычислить qiladigan bo'lsak, mana pastimizda bizda demak o'sha sonlarimiz turibdi. Ya'ni o'sha 2130 degan raqamimiz turibdi. Bemalol biza demak buni aynan hisob-kitoblarni Wordni o'zida ham amalga oshirishimiz mumkin ekan. Buning uchun biz nima ish qilishimiz kerak bo'ladi? Buning uchun mana eng tepadagi demak pastga qaragan strelkani demak biza bosib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi buni bosib olib, bu yerdan biza другие komanda degan komandaga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Другие komandadan keyin biza bu yerda все komanda degan joyini bosib olishimiz kerak bo'ladi. Все komanda. Aynan biza все komandani demak все komandani tagidan demak pastga sal tushirsak, bu yerda hop вычислить degan joyi bor. Mana вычислить degan aynan mana shu вычислить orqali biza demak o'sha avtomatik hisob-kitoblarimizni amalga oshirishimiz mumkin bo'lar ekan. Buni вычислitni tanladikda mana bunday qilib tanlaymizda, buni добавить qilib qo'yamiz bu yoqqa. Chunki buni добавить qilishimizni mana bu yerda добавить qilib qo'yishimizni asosiy sababi mana bu tepada o'sha bizani demak orqaga qaytarish, oldiga qaytarish, demak сохранitni oldida demak bizada mana mashtumizda bizda вычислить paydo bo'ladi, dumaloq belgi paydo bo'ladi-da, aynan o'sha belgini qo'yib olamizda, keyin OK tugmasini bosib qo'yamiz. Shu bilan keyin biza bu yerda вычислить degan demak tugmamiz paydo bo'ldi. Endi biza bu yoqqa xohlagan sonimizni, masalan, xohlagan sonimizni yoki bo'lmasam biza bu yoqqa yana sonimizni hisoblaydigan bo'lsak va biza buni hammasini belgilab turib, demak, ya'ni hammasini yig'ib olib, bundoq hammasini qoraytirib olib, tepasida вычислить deb yozib qo'yilgan, o'shani bitta bosadigan bo'lsak, pastimizda o'sha summamiz chiqib kelyapti. 38,000 deb summamiz chiqib kelyapti. Aynan Word hujjatimizda ham mana shunaqa hisob-kitob ishlarini ham amalga oshirishimiz mumkin bo'lar ekan.